Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar. Bugun biz sizlarga gazoblok liniya va gazoblok narxlarini yoritib beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumanida. Bu yerda mana shinek tayyorlanyapti. Shu katta mishalkamizga qum, sement olib chiqib beradigan shinek. Bunimiz ko'mirda o'sha avtomatik tarzda o'zi surib beradigan, yarim soatda 5 minut yo bo'lmasam 1 minut ishlab o'sha hozir ko'rsataman. Mana bu garelkaga ko'mirni surib tashlab beradi. Bu yerda 5 tonnali yonkisi bor. Shuni gazobloy uchun isitamiz. Mana shu gazobloyimizni mishalkasi 1 kubalik mishalka. Xo'p, bu yerga o'sha avtomat liniya qilganmiz. Ponni yangilab 24 tali qoliplar. Bunimiz перегородочный 10-30 ga 60 razmerlarda. Shu idealniy holatda bular hammasi domga tayyorlanyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Shu chotki kesilgan, o'sha zavod bilan birga bir chiqadi. Bu yoqda mana yana zakazga bularimiz 25-30 ga 60 razmer bular. O'rtasi перегородка chiqarganmiz. Bunimiz Andijondan zakaz qilishgan 1,5 mingta 25-30 ga 60. Shuni tayyorlaymiz. Mana bu yerda tayyorlari ham bor. Xo'p, bunimizni 24 ming so'mdan o'sha Sharxonga yetkazib berishga kelishganmiz. Holatlarni ko'rishingiz mumkin. Vashshi chotki idealniy holatda. Qattiqliklari o'tda ham mustahkam. Qo'l bilan ushlab ezib bo'lmaydi. Bu katta razmerimiz. Endi mana bu обычный razmerlarimiz 20-30 ga 60. Narxi 18 ming so'mdan Farg'ona ichiga yetkazib beramiz. Holatlari vashshi moshni. Har biriga 10 kilodan sement tushadi bularda. Razmerlari ham o'tda ham idealniy holatda chiqadi. Mana bu yoqda avtomat reskamiz bor. Hozir ko'rsatib o'taman. Xo'p, mana shu liniya 24 talik qolipimizdan 20 ta komplekt bor. Mishalkamiz, 2 ta avtomat reska bor. Mana shu bor yo'g'i 12 ming dollarga xo'p ustanovka qilib o'rnatdik. 12 ming dollarga. Kim shunaqa kattaroq liniya xohlaganlarga bu yerda sushilkamiz bor. Sushilkadan gazobloylar. Bu sushilka 60-70 gradusgacha bemalol isiydi. Usti pena mana shu polistirolon qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Ichkarida issiq havoni tashqari yumma o'tkazmaydi. Bunisi ham shunaqa. 2 tadan sushilkamiz bor, 2 tadan pechlar. Bularda qurib 80% qurib chiqadi gazobloy. Avtomat reski yordamida kesilyapti. Bu avtomat reskani qulayliklari 1 santimetrdan 30 santimetrgacha ligirovka qilaverasiz bemalol. 4 ta valli o'sha Altay stroyda avtomat reskasi bilan birga bir o'ynab ko'radi. Dashi bo'lsa oshiqroq ham. Bunimiz ko'ndalangi kesadi. Qornidan va tevasidan. Sushilkani ichi. Bu sushilkamizga o'sha propanli pushka yoqiladi. O'tda ham parlanib juda zo'r isiydi. Gazobloylar. Kimga shunaqa gazobloylar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qilaverasizlar. Xohlagan razmeringizni chiqarib beramiz. Oldin bir xil обычный razmer bo'lardi. Hozirda mana 20 lik deysizmi, 25 lik, 30 lik, 35 lik. Kimdir devorni 35 qilaman deydi, 40 qilaman deydi. 40 ga 20-60 qilib chiqarib beraveramiz. Bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Hamda kimga gazobloy liniya kerak bo'lsa shunaqa shunda ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib 100% olib borib o'rgatib ustanovka qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.